Ronaldo Saudiya Arabistonini tark etdimi? Ommaviy axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi Saudiya Arabistonini tark etib, o'z yurtiga uchib ketgan va hatto uning samolyotga chiqib ketayotgan rasmi ham tarqaldi. Xabaringiz bor, Cristiano Ronaldo Saudiyada bo'layotgan ishlardan va amalga oshirilayotgan transferlardan norozi va bir necha kunlardan beri mashg'ulotlarda ham, o'yinlarda ham ishtirok etmayapti. Unga javoban bir necha saudiyalik jurnalistlar uni tanqid qilishdi. Sen Saudiya ligasida katta pullarni topyapsanmi? Ligani hurmat qil deyishdi. Ronaldo albatta boshqa jamoaga o'tib ketishi mumkin, lekin aynan hozir Yevropaning yetakchi chempionatlarida transfer oynasi yopilgan va hozirgi kunda jahon chempionatiga yarim yil qolganda portugaliyalik futbolchi o'yin amaliyotidan mahrum bo'lishi mumkin. Yoki rostdan ham o'zi intervyularda bir necha bor aytgandek, jahon chempionati uning asosiy maqsadi emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Voqealar qanday rivoj topadi? Cristiano Ronaldo o'zi shuncha maqtagan Saudiya chempionatini shunday tark etadimi yoki arablar uning talablariga rozi bo'lishadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.